Mashhur ko'rayotgan Termiziylar narxi 39 ming so'm. 1 litrli bo'ladi. Kачествосini bitta ko'rsataman. Xitoydan arzon, Xitoy narxida okalar, qo'yinglar, bunaqa safsata etmanglar. Xalqimiz unaqa yolg'on narsalardan charchagan. Mashhur ko'rayotganinglar narxni olsa, agar aqlli yetsa, xuddi shunaqa narxda qo'yib qo'yinglar. Ko'pchiliklar so'g'i ham shunaqa narsa berishyapti, lekin masalaga 39 ming so'mga hech narsa xarid qilmasanglar ham, kelasida 39 ming so'm berasizlar. Mashhur ko'rayotgan 1 litrli 100% Termizsa xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Okalar, mana shunaqa katta arzon narxlarda bitoy texnika, mebel, gilam, xullas uyingizga nimaki kerak bo'ladigan bo'lsa, bir dona pasportga yoki aylanma kartaga, bundan ham qizuv, mashinangiz tex pasportiga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Hech qanaqa bu kredit emas, bu nasiya savdo. Bo'lib to'lab bersangiz bo'ldi. Narxni o'zini aytib o'taman. Ko'pchiliklar mana shunaqa ko'rayotgan stol stullarni 6 oyga o'zini pulini bering, 24 oyga o'zini pulini bering deyotgan paytda masalaga qaranglar. Narxni o'zini ochiq oydin aytib o'taman. Eski narxi, mana ko'rayotganingizdek, eski narxi 13 million 800 ming so'm sotilgan. Mana shu ko'rayotganingiz 10 million 560 ming so'm. Oylik to'lov bo'lib to'lashga 875 mingdan mana shunaqa ko'rayotgan lyuks mana bunaqa 12 talik stol-stullar. Bizda bundan tashqari mebellarning har xili bor. Yaxshi tomonini aytaman, Ramazon oyi uchun oilalarga gilam, mebel kerak bo'ladi. Kelsanglar 70% chegirmada qilib beraman. Narxni o'zini boshqa joy bilan solishtirsanglar ham javob beraman, mendan arzon topolmaysiz. Xullas, mana shu ko'rayotgan Termiziylar narxi 39 ming so'm. Aksiya muddati chegaralangan, aniq bilib olinglar. 15, 16, 17 fevral kunlari narxni o'zi amal qiladi. Qolgan kunlarda borib olib turib, yo'q ekan, qolmabdi ekan degan negativ yozmasligi uchun masalaga to'liqni aytib o'taman. Xullas, yangi yo'lda Bo'kada Olmaliqda sizlarni kutib qolamiz. Pastda raqam qoldiraman, aloqaga chiqinglar, shunaqa arzon narxlardan bitoy texnika, mebellar, xullas hammasini olib ketsanglar bo'ladi. Ramazon barchamizga muborak bo'lsin.